taxtani noto'g'ri boylashyapti. 1 yoshga to'lmagan bolalarga ham taxta boylab qo'yishyapti. 4 talab taxta hozir boylanmaydi, u ham mayli. Malabertsovый ko'st, mana ko'ryapsizlarmi? To'pig'ini tep boylansa, bu yerdan qancha mana qon tomirlar, nerv tolali o'tgan siqib qo'yishyapti. Elastikni bintni qattiq tortib qilishyapti. To'g'ri, taxta kerak, lekin o'zini protivopokazaniyalariga qarab turib, yoshiga qarab turib taxta boylanadi. Taxta 4 talab hozir boylanmaydi, uzamonli o'tib ketdi qizlar. Tushundinglar? Taxta boylayotganda qatdan o'lchab berish qaysi holatlarda mumkin emas, necha yoshdan necha yoshgacha mumkin, hamma narsa bu narsaga e'tiborli bo'linglar qizlar. Tushundinglar? Mana oddiy misol, ertaga qaysidir massaj sentriga borib ishlaydigan bo'lsanglar, noto'g'ri bog'lov bilan sizlar rahbariylarga ham minus keltirasizlar, o'zingizlarga ham, eng asosiysi o'sha bolani shikastlantirib qo'yasizlar. Tushundinglar? Shu narsaga e'tibor beringlar.